2026-yilda bir xonali uy olishga shoshilmang, boshqa to'lov puliga bemalol shunaqa ko'chma uylar olsalang bo'ladi. Afzalligi tuplit bo'lgan bo'ladi. Bemalol bir dona konditsioner bilan hammom holatda isitsalang bo'ladi. Xo'p, ichkariga kiradigan bo'lsangiz, keyingina bitta xona, undan tashqari ichkarida mana hammom ham bor. Bu ikkita bola kirmagan ekan, sinovdan o'tkazishyapti, qaranglar. 100 kilodan bemalol. Paddomi, rakvinasi, bu ham rakvinasi chiroyli holatda aristonigacha foydalansalang bo'ladi. Eng yaxshi tomoni ko'chma holatda ko'chirib foydalanib yuraverasizlar. Undan tashqari bola chaqa ko'payadigan bo'lsa, ikkinchi etajda qo'ysalang ham bo'ladi. Endi shuni yasayotgan akamizdan ma'lumotlar olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Aka, shuni bitta aytib qo'yaylik, iltimos. Xo'p, razmeri nechida aka? Razmeri 6 metrga 245 lik konteyner, 20 talik balandligi 260 bo'ladi. Ko'rsatamiz ichkarilarini? Ha, ichkarilarni ko'rsatdim. O'sha montajlar hamma yo'q ichidami aka? Shu turish holati Vodiy Toshkent bo'ylab dastavkasi bilan $2300. Rostdan shunaqami? Bitta telefon pul ekan, 17 ga yana jicha qo'ysa shu narsani beradi. Telefon qilib $200 zaklat tashlaysa, joyiga olib borib o'rnatib bergandan keyin pulni berib yuborishadi. Qo'yil, yashasa bo'ladi. Bemalol uy yo'qlarga, chek solayotganlarga, undan tashqari mol fermalarga qatga foydalansa ham bo'laveradi. Agar jicha haytek qilib, pulini kelishaylik, tizmalari bilan deyilsa, 2 etajli qilib noodatiy ham qilib beraveramiz. Chertoj bo'yicha qilib beraveramiz. Chertoj bo'yicha u boshqacharoq narx bo'ladi. Chetdan mana qaranglar, optim narxda konteynerlar keladi. Buni bilasizlar, bu dengizda yuradi, sho'r joylarda zanglamaydi, boshqa bo'lmaydi, anchagina xizmat qilib beradi aka. Undan tashqari yana qana joylar? Arzonroq variantlari bor. Arzonroq bo'ldi. Bunisi nechiga necha? Bu ham xuddi shunaqa 6 metrlik konteyner. Hammom hojatxonasi yo'q, bir xona qilingan. Ikkita rom, bitta eshik qo'yilgan. Qoyil. Ichkarilar mana pollari linonin. Zo'r. Bu yerda bitta xona. Bitta xona, buni xohlasa do'kon qilib ishlatish mumkin yoki yangi qurilishlarga ham qanaqa joyga to'g'ri keladigan bo'lsa, bog'larga zo'r. Bu adashmasam kapsulamizni, bu kapsulani yasalish jarayonida hali bityapti bu. Endi aka qarang, siz o'zingiz aytdingiz, mana magazinlarga, qassobxonalarga shu aynakli qilib, yoppa aynakli qilib qilsak bo'ladimi oldini? Bo'ladi. Aynakli qilib berganlarimiz ham bor. Mana o'zimizni Domiklar uz kanaliga kirishsa, polni rasm videolari kuzatib borasiz. Yangiliklar qo'yasiz, klientlarga o'rnatilayotganlar qo'yiladi. Zo'r. Endi bu tomonga yuraveramizmi aka? Buni narxi $1800. $1800. Dastavkasi Vodiy bo'yicha. Bitta mana o'zi bolalar bemalol siqinib o'tirishibdi o'zlari yasaganda. Zo'r. Bolalar o'zi qichim yozni yasashadi. Bu yasalish jarayoni bu. Xo'p. Bog'bon akalarimiz uchun bu yerda 1,5 metr omborxonasi qolgan. Ketmon, ko'rak, lapatka, shunga o'xshagan instrumentlarni olib kirib qo'yadi. Bu tarafi gilamigacha yozib bitta xona qilib beramiz. Qo'y. Boqqa olib borib qo'yib chorvachilikka ishlatsa bo'laveradi bemalol. Zo'r. Nech pulga endi? Bu narxi $1700. Xo'p, bu tomondagilar-chi aka? Bunisi. Bu o'sha ko'chma uyimizni 6 metrga 3,5 metr yasalay turgan jarayon yasalyapti bu ham hozir. Shu holatda zo'r. Eshik derazalar o'rnatiladi. Xo'p, aka, mashincha narsa so'ramizmi ichiga tuplit bo'lish uchun? Qo'yil. 2 qavat endi minivata yonmaydigan rasis 2 naf minivata, uni ustidan yonmaydi. Yo'q, yonmaydi. Qaranglar, hozir reka, po'kay, keyin yonmaydigan, keyin bittan yana material. Ichkaridan mana bu, ancha tuplit bo'lar ekan-da aka, sovuq kirmaydi. Tuplit aka, rekani orasiga solinmaydi. Mana tuplitni ham bitta tushuntiramiz. Hop, shu tuplit yopishtirib bo'lgandan keyin reka tortiladi. Reka bularning ustidan. Patologlar ham teshilmaydi. Ko'pchilik savol berishadi. Patologiya teshilmaydimi, suv o'tmaydimi? Yo'q, tomi teshilmaydi. Tomi yana shunaqa holatda karkazi to'qiladi. Tepaga tegmay turadi bu. Bu nech pul, bunisi nech pul? Bu betishi shu $1800 varianti. Bu $3,500. Shu kvadrat $200 yasalay turgan uyimizdan bu. Qo'yil. Juda zo'r. Buni yasab, fasadi ham tayyor. Fasadi ham tayyor. Olib borib o'rnatib beriladi. Bu ham kiranda ko'tarib. Zo'r. Nechiga necha profil aka baquvvatligi? Mana profillari 3 stenga 8 ga 12 lik profil bo'ladi. Ancha qalin bo'lar ekan-da aka. Qalin bo'ladi. Zo'r. Bu tomonda ham adashmasam bor-da bitta. Ichkarimizda svet o'chib qo'ygan, qorong'ida olyapsiz, to'g'ri tushunasizlar. Shuning uchun bittadan kommentariya, like, gilamlargacha solib qo'yishgan. Gilamlargacha yozilgan. Qo'yilama. Zo'r. Bu nech pul endi? Bu ham $1800. Zo'r. Aka, kelmoqchi bo'lganlarga bitta manzilni aytib bering. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Dehqonobod qishlog'i. Konteyner desa ko'pchilik yaxshi bilishadi. Konteyner bilan shug'ullanadigan mahalla. Zo'r.
Ekranda nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kanallarni qoldiramiz, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, noodatiy shunaqa yangi videolar ko'rib turasizlar.